Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun Chorvoq tepadagi Oqdaryodagi eng baland tepalikka chiqamiz. Atrofini tomosha qilamiz, videolarni sizlar bilan ulashamiz. Qani ketdik. Yaxshi. Manzarasi dahshatli ekan, xuddi bir qirga yo tog'ga chiqqanday bo'lar. Qoyil. Bundan buyog'iga endi yugurib chiqamiz. Qani ketdik biz ham. Yugurib chiqmasa chiqolmay ekanda. Yo'q, qoyil. Manzaraga gap yo'q lekin. Oh! Qirga chiqdik. Qirga chiqdik bu yoqqa. Baydan butun bir Oqdaryo Loyish territoriyasi bemalol ko'rinadi. Hozir birinchi mashinamizni olaylik. Mana mashinamiz yo'qqa qolib ketdi. Mana shuncha balandlik. Bu tomonida Loyish mana shu tomonda. Ha, hayır, ko'rdikku. Hayır, Loyish. Ha, Loyish domlari. Ana sanatoriyami? Ha, yangi. Domlar ko'pda. Mana shu sanatoriya. Yangi bu yog'i Dom. Loyishdagi domlar. Manzara zo'r. Loyish kemada ko'pda. Beshkasi. Bugun sal ob-havo chang bo'lganiga uncha yaxshi ko'rinmayapti ekanda. Zo'r joy ekan. Mana shu bizlar qishloqdan ko'rsatdilar. Ha, shu. Ha, hayır, qolda o'zi kunna, hayır, qolda. Ha. Yangidan shu. Ha. Hozir tepalikda eng baland qismida turibmiz. Ya'ni jarlikning yoqasida. Meni orqam o'zi pastlik, jarlik bu yoq. Qilsak, o'shanalar. Bu tepalik Chorvoq tepaligi oldingi zamonda shu boylar tomonidan qurilgan ekan. Atrofi paxsalar bilan mustahkamlangan, ichiga esa turpoqlar tashlangan ekan. Qo'l mehnati bilan ko'tarilgan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Endi pastga qarab tushyapmiz. Pastga tushda ham yugurib tushmasa qiyin ekan. Oho. Voy. Yugurib tushmasa bo'lmaydi. Tepalikdan pastga qarab yugurib tushdik. Mana past bu tomonda ko'rinishlar. Atrof ko'rinishi. Yomg'irlar yuvib mana shu ahvolga keltirib qo'ygan. Lekin mana shu yer ko'rinishi dahshat ekan. Tashqari tomondan ko'rinishi bu. Manzarasi lekin dahshat manzara ekan. Qoyil qalam manzarasi. Xuddiki qirda yoki tog'da yurgan bir kayfiyatni beradigan manzara ekan. Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qoyil, lekin dahshatli zo'r manzara ekan. Qoyil maqom. O'zimizda Chorvoq tepada bir shunday bir ajoyib tepalik borligini bilmagan ekanman. To'g'risi, ochiq birinchi marta kelishim manzaralarga lekin qoyil qolmasa iloji yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir qatlam yemirilgan joylarini videoga olamiz. Ikkita g'orchasi bor ekan. Bu yerda ham ikkita g'ori bor. Ko'rinishlari, mana qatlam paxsalari. Bu tomondagi g'origa o'tamiz endi.
hamda g'ori. Zo'rmi? Xullas, tepalik shunday bir ajoyib manzaraga ega ekan. Hozir bu tepalikdan uzoqlashib, yana ham uzoqdan ko'rinishlarini videoga olamiz. Hissalik rasmga olamiz. Mana uzoqlashamiz. Manzaraga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil.